Hello everyone. Yaxshimisilar ko'pchilik. Men bu bir yurish ingliz tilini kinoda o'rganish dars programmasini boshlashni qaror qildim. Bu birinchi qismi. Odatda biz ingliz tilini o'rganganda ko'pincha kitobiy tillarni o'rgangachga amaliyotda ularning ana tili ingliz tili bo'lganlarning so'zligini bilan bizni o'rganganimiz o'xshamagan chiqib qilib, biz ularning gapini tushunmaydigan ahvolga kelib chiqadi. Shuni ko'z tutib, men ular ko'p ishlatadigan so'zliklardan, ya'ni bo'libmi kinolardan o'rganish orqali men sizlarga o'rgatishni qaror qildim. Yoqtirishinglarni va o'rganishinglarni umid qilaman. Tunji qismliq darsimizda Spencer degan kinodan boshlandik. Bu Netflix yangi chiqqan kino. Spencer, ya'ni kinoning ismi Spencer. Buni keyin ko'rib baqsanglar bo'ldi. Hamda dastlabda bu kinodan bir uzunni ko'rib baqaylik. Keep dropping that right hand after he throws it. Spuds, what are you doing? You thinking of leaving Simone's? Oh, look, I wanted to ask you a few questions about Terrence Graham. Anything seem off to you about it? Yan bir ihtimollar. What are you doing? You thinking of leaving Simone's? Oh, look, I wanted to ask you a few questions about Terrence Graham. Anything seem off to you about it? Anything seemed off to you about it dedi. İngliz tili nimsini qo'yib beray. What are you doing? You thinking of leaving Simone's? Oh, look, I wanted to ask you a few questions about Terrence Graham. Anything seem off to you about it? Man, anything seemed off to you about it. Yani bu yerda demoqchi bo'lgan gapi, seningcha, yani seem off. Seem off. Bu ishlatgan so'z berkimsa? Seem off. Bu seem bilan off ikkisi bir vaqt kelib, bu ma'no ifodalaydi. Hargiz seem ayrim, off ayrim tarjima qila olmaymiz. Seem off degan bir yerlari bir qanday ko'rinmak degan gap. Bir yerlari bir qanday ko'rinmak buning ma'nosi. Ko'pincha alasida seem off to someone deb keladi, seem off to bilan keladi. Ya'ni men jumla bersam misolga. Masalan, bir odam davomli siz g'alit ko'rinsa, nima deymiz? That person always seems off to me. That person always seems off to me. Adam davomli men bir xil ko'rindi, g'alit ko'rindi deymiz. Yana bir misol bersam, masalan, bir do'stinglar bir tuyuqsiz tushlik tomoqni yemagan bo'lsa, siz yemaganligidan qanday bir yerlarining bir qanaqligini his qildinglar, uning mijozi yo'q yoki. Buni nima deymiz? My friend seemed off when she didn't want to eat her lunch. My friend seemed off when she didn't want to eat her lunch. Ya'ni mening do'stim tushlik tomoqni yemagan chog'dan bir xil g'alit ko'ringandi deymiz. It seemed off to me. Men bir g'alit tuyulyotdi degan gap. Yana bir klipni yana bir anglaylik. Spuds, what are you doing? You thinking of leaving Simone's? Oh, look, I wanted to ask you a few questions about Terrence Graham. Anything seem off to you about it? Anything seemed off to you about it. Seem off. G'alita bir yerlari bir xil ko'rinmaydi. Kinoning boshqa uzunlariga qarab baqaylik. Listen, let this one go. Graham's. Yana bir qitim. No one can't get a license. Yeah, well, with your connections, I could probably get a pardon. Listen, let this one go. Graham's dirty. Let this one go dedi. Listen, let this one go. Get a license. Yeah, well, with your connections, I could probably get a pardon. Listen, let this one go. Listen, let this one go dedi. Ya'ni let it go. Let this one go. Bu let it go degan gap, bular ko'p ishlatadi. Buning ma'nosi bir qancha xil ma'nosi bor. Bu yerda ishlatgan ma'nosi bo'ldi qilib degan gap. O'tkazib buni, bo'ldi qilib. Masalan, bir narsaga ching eslib olgan chog'da da versa, taga versa yoki
ma'lum bir ishlarni eslab turibsan deymiz. Let it go. Let it go. Bu so'zni sizlar bir Frozen degan kinoning naqshidimi ko'p anglagan bo'lishinglar mumkin. Qo'yib bersam. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Ya'ni let it go. Bo'ldi qilib o'tkazib etdi. Endi masalan buningga bir jumla tuzib bersam, bu yerdagi let it degan almash, ya'ni buni o'rniga boshqa narsa almashtirib ishlasak bo'ldi. Masalan, birinchi jumlani tuzib bersam, they let the hostages go. Hostage degan go'rga ilib olganlarni, tutqun degan gap, tutqun. Endi hostages deydi ko'plik shaklda. Mana bu ikkinchi ma'nosi let it go ning. İkinci ma'nosi qanday? They let the hostages go. Ular tutqunlarni qo'yib etdi. Let someone go. Birisini qanday qo'yib etmek. They let the hostages go. Hem ikkinchi ma'nosi qanday? Men sendan voz kechmayman. Men seni qo'yib etmayman demoqchi-da. Bu vaqtda men sendan voz kechmayman. I will never let you go. I will never let you go. Hamda diqqat qilsanglar, bu ingliz tilida ig'iz tilida t keyin chig'i a talaffuz qilinib ketadi. Let you go, let it go. Masalan, I will never let you go. Shu anglagan chaqda shuni tushunmaydigan holat ko'rindi. Bu yerdagi chi degani t bilan o'xshash ma'noda. Bu qismdagi darsimizning eng oxirgi so'zini o'rganaylik. You're home, baby. Let it go. Let it go, man. The only thing that's gonna bring you is grief, pain, frustration. Let it go. I gotta get back to work. I ain't getting no younger. All right. Yana bir tomonlar. Go. Let it go, man. The only thing that's gonna bring you is grief, pain, frustration. Let it go. I gotta get back to work. I gotta get back to work deydi. I gotta get back to work. Gotta degan so'zni ishlatdi. Gotta. Bu gotta degan gap. Bu yerda buning ishlatgani manda qilmasam bo'lmaydi deganni ishlatdi. Bu yerdagi ma'nosi qanday? Have got to ning ig'iz tilida tiz ifodalanishi. I have got to go deb jumlayib, ig'iz tilida qanday qilib bo'lar? Gotta. I gotta go dedi. I gotta go. Ma'nosi manda qilmasam bo'lmaydi. Manda qilmasa bo'lmaslik. Manda qilish kerak. Manda qilish kerak. Masalan, I gotta go bo'lsa qanda, men ma'nomsam bo'lmaydi bo'ldi. You gotta be careful. You gotta be careful. Sen diqqat qilmasang bo'lmaydi. Eng yaxshisi diqqat qilgin deb tarjima qilamiz. You gotta be careful. Gotta. Endi gotta'ning yana bir ma'nosi bor deb ma'nosi. Bu vaqtdagi ma'nosi qanday? Got buning ma'nosi got have a bo'ldi. Ya'ni got have a bor degan gap. Masalan, I got a gun. Mening nimam bor? Quralim bor. I got a gun. I got a dream bo'lsa, mening orzuim bor. I got a dream. Masalan, Rapunzel mo, uzun chachli qizning nimsini ko'rgan bo'lsanglar, shunun bir naqsi bor. Cause way down deep inside I've got a dream. He's got a dream. He's got a dream. He's got a dream dedi. Gotta. Ma'nosi, birinchi ma'nosi qanday? Bor bo'ladi. I got a dream, orzuim bor. I got a gun, quralim bor. I got a driver license, pravam bor. Endi ikkinchi ma'nosi nima? Gotta'niki. Ikkinchi ma'nosi have got to. Manda qilish kerak. Yoki must be manda. Cho'qim manda bo'lish kerak demoqchi. You gotta be careful. You gotta go. You gotta learn. Bugungi darsimiz mushagicha. Birinchi qism oxirlashdi. Tushunmagan mazmunlar bo'lib qolsa, asli inkas shaklda qoldirsanglar bo'ldi. O'rinliq fikrlar berishinglarni qarshi olaman.